Dersiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozliq kitob salonida ovozga ilinib, ovozliq kitob salonida tarqitildi. Boshqa qandaq turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqitishiga yo'l qo'yilmaydi. o'n ikkinchi qism. Men jiddiy tusda Eliyarning chiroyiga mixdek tikildim. Eliyar menga gap qilmasdan bir hazo qarab o'tgandan keyin asta mengib bukkida o'sgan jigdi daraxining yenidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Men uning javobini kutib, uning oldida o'ri turdim. Eliyar ko'zini bir nuqtaga, ya'ni teptinish yiqiyotgan daryo suyiga tikkan holda meni o'ltirishga ishorat qildi. Men tartinibroq o'rindiqning burchigiga kelib o'ltirdim. Güzelay, dedi Eliyar eg'ir bir tartib etgandan keyin. Men to'y qilmadim. Shu chog'dagi to'yim musibatga aylandi. Opamning kesili juma kuni kechasi tuyuqsiz o'zgarib kelib, shanba kuni opamdan ayrilib qoldi. Nim deydigansiz Eliyar? Opangiz shu chog'da tugab ketdimi? Shundoq, shanba kuni opamni yerlikka qo'ydik. Bu to'yga sizmi bilasiz, azaldan rayim yo'q. Faqat opamni deb qo'shilgan to'y bo'lg'achqa, opam tugab ketgan kunlar dadamga to'y ish to'g'riliq ig'izlashmaslikni o'tindim. Dadam ko'nglimni tushengach, yipiq qozon yipiq bit qoldi. Opamning keyingi ishlarini tugitib, 40 kundan keyin Urumchiga berib, sizning hech yerdan izlab topolmadim. Hatto Ranamo sizning nima ketganligingizni bilmaydiganligini aytdi. Fan achamning telefonni urib faqat ololmadim. Bu nomer to'xtatilgan deb chiqdi. Bir hafta Urumchining bormagan ko'chalari, izlamagan bozorlar qolmadi. Kichik qo'qdagi do'kondagilarga yinib baqdim. Ular do'konni xo'jayin o'tkazib deb Guangzhouga ketganligini, ammo sizning nima ketganingizni bilmaydiganligini aytdi. Men fangacham cho'qim sizdan birga ib ketdi deb Guangzhouga bordim. Ammo u yerda men bir hafta sizni izlab, hech yerdan yerkingizni ololmay qaytib keldim. Shuningdan keyin sizning hamon bir kuni cho'qim qaytib kelganligingizga ishonib, mana bu yerda sizni saqlag'ili 8 yil o'tdi. Bu 8 yilni qanday o'tkazganligimni tasavvur qila olasiz cho'qim. Ammo ishimizning mush yerda qilishgan va'damiz bo'yicha men barliq zehnimni xizmatga atab, mushunchalik yashab keldim. Rasli meni izlab ishkirgacha bordingizmi Eliyar? Shundoq, menga ishonmayapsiz? Qani dangcho, shuncha yildan beri qayerlarda, nima ishlar bilan yurdingiz? Mendan rostla nafratlanga o'xshamamsiz. Yo'q Eliyar, sizdan nafratlanmadim. Sizni baxtli bo'lsin deb o'yladim. Sizdan ayrilib, Urumchiga kelib bir haftadan keyin Fangacham bilan Yevog'i Jangakamning yeniga ketdik. Men garchi sizga baxt tilab turganim bilan o'zimning sizni izlab kelishimdan qo'rqib bu yo'lni tanladim. Shu chaqda menga shunday qilmoqdan boshqa nima amal bor deysiz? Yevoda 7 yil turib, sodi-setiqqa ko'zim pishgandan keyin Urumchiga qaytib keldim. Yani shu burunqi do'konni qaytadan o'tkazib elib, shu yerda, yani shu savdo ishlari bilan 1 yildan oshdi, ashada turyapman. Nima? Yibor ketganmidingiz? Shu chaqda nemishqa kallamga u yerga berish kelmagandir deyman. Mava aqlimizda. Amzi Urumchiga qaytib kelganimni 1 yildan eshitdi. Yurtga bir kelib ketishni o'ylashmabsiz-ku. Yoki uydagilaringiz. Eliyar shundoq deginicha savol nazarida menga tikildi. Men uning nima demoqchi bo'layotganligini sezib, "Nadik uydagilarimga men to'y qilmadim Eliyar. Rostimni desam, sizdan ayrilgan shu kunli qalb darvozamni qulflab o'tgan. Uydagilarim desam, Fangacham bilan Jangakamni desam bo'ladi. Ular menga bekchi g'amxo'rliklarni qildi. Meni haqiqatan o'z singlisi o'rnida ko'rdi." Rostma Güzelay, sen rostla to'y qilmadingmi? Kechkinduz qilgan nidolarim qulqinga yetibdi-da. Eliyar shundoq deginicha o'ltirgan joyidan sakrab turib, netchini taxlab etgandan keyin qo'llarimni alqanlariga elib, ko'zlarimga muhabbatli tikilganicha, "Judim, shundoq deshimga ruxsat qilgan. Ham siz demay, burunqidek senday. Siz desam yot odamdek bilin ekan. Biz hilmo hijron azobini osatmadik. Bizning boshqalardek baxtli yashashga haqqimiz bor, shundaqmi?" dedi hayajon bilan. Men atrofga bir qarab o'tgandan keyin qo'llarimni uningdan tortib, uyalgan holda, "Xixla qaravotidi, texich bolaliqni tashlamabsan," dedim, yerdan ko'zimni uzmay.
Eliyar xo'shalligida nima qilarini bilmay, xuddi kichik bolalardek sakraydi. U yoqdan bu yoqqa yuguraydi. Uning bu qiliqlariga qarab, menmi chidab turolmay, qaqaqlab kulib ketdim. Eliyar qiliqlaring yeshingga faqatla mos kelmay qoldi. Xuddi kichik bolaning o'zili bo'lding. Men bu kunlarning kelishini qanchalik tashnalikda zorqib kutganimni bilamsan gulim. Hozir o'zimni to'limi baxtli his qilyapman. Ajiba sen xush bo'lmayapsansa? Menmi albatta xush bo'ldim Eliyar. Tunugun kechda tushimga kirib qapsa, tushimda menga to'y qilmadim degidaysa, men ishonmasam, mendan qattiq xafa bo'lib ketib qapsa. Men keyningdan Eliyar deb to'lug'inimcha uyg'onib ketdim. Shunga yo'lda kelib yetib, seni rostli to'y qilmagandimmi deb o'ylab qoldim. Ammo yana buningga ishongim kelmaydi. Momam doim tush degan ta'tirisiga mang'du deydigan, shunga yana o'zimni bunday xiyolni qilganimdan ayblab kelgan edim. Shun to'g'ri chiqibdi gulim. Men sening to'y qilmay kelishingni qanchalik orzu qilganimni bilamsan. Sening yo'llaringga talmirib, kunlarimni shunchalik zarqib kutishda o'tkazgan edim. Mana endi bu kunlarga xotim berayli. Rost Eliyar boyamdan dadaning ahvolini so'ramabdimi? Dadang yaxshi turibdi-g'ando? Dadamni yaxshi turibdi. Men 3 yil bo'ldi, noyob hukumatning qurilish ishlariga mas'ul muavin boshliq vazifasini o'tayapman. Shu vajidan bu mahallamizning buzib tuzash ishlarini o'zim bir qo'lliq boshqarib kelyapman. Bizning o'ylama chiqilib, dadam hozir o'zi ayrim binoda o'tiryapti. Opam tugab ketib 2 yildan keyin tövanniki mahaldan bir ochashni dadamga hamrohlikqa akirib berdik. Hozir ularning turmushimi yomon emas. O'zim singlim bilan bir uyda turamiz. Hukumat sening buvam momanglarning uyiga atab, bino uydan 2ni berdi. Anvar akamlar u uylarning birisini sana atab qo'yib qo'ydi. Nemishqamdi? Nemishqa bo'ladi gulim. Anvar akam bu uylarda Ayguzalning haqqi bor. Biz faqat ozroqli pul xajlab, qaytadan remont qilib qo'ydik xolos deydi. Hey, bu ishlarni ular bilan ko'rishgan deyshayli. Dedi Eliyar Saidga bir qarab qo'yib. Rost, kunmi xili bir yerga berib qopdi. Buvam momonlarni ko'rib kelishga kech qolmay, dedim Eliyarni oldirtib. Men shuni o'ylayapman. Qolgan gaplarni u yerdan qaytib kelib, tomoq yegash paranglashayli. Ma'qul. Biz shunday deganimizcha daryo bo'yidan oldirib ayrilib, buvam momomlarning tuproq beshiga qarab yurib ketdik. Qiz bolaning faqat birli muvofiq yedi bo'ldi. U bo'lsa-mu mal dunyosi bor emas, balki uni umrining oxirigacha oyig'uchi, asirg'uchi va uningga kuyinguchi mas'uliyatchan bir erkakka yor bo'lishdir. Xotiramdan. Ro'naq mehmonxonasining chiroyli bezalgan bir egizliq yotiqi. Havo tanjigishdan chiqayotgan sovuq shamol odamning issiqdan toljiqqan teniga rohat beradi. Derizdan ko'rinib turgan quyosh tog' kayniga bosh qo'ydi. Yo'p-yo'riq turgan yotoqning ichini bir tilla go'ngaliq qopladi. Men Eliyarning kelishini kutgach, televizorda qo'yilayotgan Navo programmasining tunji sonini ko'rib o'tdim. Tuyuqsiz eshik chekilib, Anvar akam bilan Xayrinsaxon ocham kirib keldi. Ularni ko'rib, xushalligimda nima qilarimni bilmayli qoldim. Anvar akam beshimdan oyiqimga bir qo'r qarab atgandan keyin bosh barmoqini chiqarib turib, "Pah, singlim, qols baland turibsiz. Qarag'anda cho'ng shaharlar sizga yoqqan o'xshaydi." dedi kulib turib. "Yomon emas turdim Anvar aka. O'zinglarchu yaxshi turayotgansizlar?" "Bizmo yaxshi singlim, ammo kelib uyga bormay, bu yotoqda yotganingiz nemisi deyma? Bizni yanil yotadam qatorda ko'ryapsiz ya." dedi Xayrinsa ocham sal qiydigan holda. "Yo'q, hargiz unda o'ylamang acha. Men aslida boyamdan tuproq beshidan kelibla sizlarni izlab boray degan. Ammo Eliyarning idorasidan telefon kelib qilib chaqirtib ketib qoldi. Shunga Eliyar kasib bilib boramiz deb uni saqlab o'ltirishimdi. Yana kelib mahallada bak ko'p o'zgarishlar bo'lib ketibdi. Kelibli ko'zlarimga ishonmayli qoldim." "Shundoq singlim. Siz ketib, mahallamizda haqiqatan zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Eliyar hukumatning mush xizmatni bosh bo'lib tutib, mahallaning o'zgartib qurilishini to'liq atrofli epadi. Bizmi endi shaharliklardan qilishmaydigan pokiz turmush qilishdik. Qarang ochingizning usti beshiga. Buni to'ba boshlari xuddi o'pibning changisida qirg'anda nima u danga? Aynakdan oldin kelinmasi bo'lib qelyapti. Yuzlari xuddi un xalsa kirib chiqqan odamdek zamaskirabda o'tgan. dedi Anvar akam Xayrinsa ochamga bir qarab qo'yib.
Voyjon, Anvar aka, sizlarni kim qiyridaydi? Ayol kishi degan mushunda o'zini tuzashtirib yurgani yaxshi. Go'zallik qarashiga ega ayol kishi oilani baxt xushalligiga cho'mdirdi Anvar aka. Shunga siz pixsiqlik qilmay, ochamni guldek yasab, chekingizga mahkam qisib yursangiz, haqiqiy erkak hisoblanasiz. Ma'vu jintak qizning da'vatgan gaplarni. Sha ko'rgan yurt so'rabdi degan shuda. Qani singlim, shuncha vaqtdan beri nerede yurdingiz? İlyar sizni shuncha izlab topolmay, biz sangilgan oldi qaytib kelgan. Men uningga sizni cho'qim bir kuni qaytib keldi. O qilman degani qildigan qiz degandim. Mana bugun rostli qaytib kelibsiz. Bayam Ilyar telefon qilib, sizning bu yerligingizni deganda, yugurib kelishimiz. Bizmi sizning derkingizni ko'p qildik. O'rimchik bazamni sizni uchirib qolaman deb, kichik qo'qning bulung pushqaqlaricha aylanib boqaman. Ilyar sizni ichkirdagi ma'lum shaharda bo'lishi mumkin degandi. Her nima bo'lsa aman esan qaytib kelibsiz singlim. Ayni yili sizlar bilan xo'shlashib, Urumchiga beribli do'kon xo'jayini bilan birga Yivu shahriga ketdim. U yerda kiyim-kechak savdosi qilgach, kiyim-kechak loyihalash kasbini o'rgandim. Bir necha yildan beri sotilayotgan bozorlardagi go'zal markali kiyimlarni men loyihalagan. Nima? Go'zal? Mush go'zal markasidagi kiyimlarni rostli siz loyihalaganmi singlim? Qarang-a, mav uchamdagi ko'ynak shu go'zal markasidagi ko'ynak emasmi? dedi Xayrinsa ocham hayronlik ham hayajon bilan. Shunda qacha, bayam ishikdan kirgan vaqtingizda bilgan edim. Vah, qaltis singlim, qaltis, yaraysiz. Sizning hamon bir kuni mushunda cho'ng ishlarni tavirtirganligingizga ishnatdi. dedi Anvar akammu hayajon bilan. Qaltis deb ketgan bo'lmaydi aka. Men texa ko'zlagan manzilimga yetmadim. Ammo bo'shashmay tirishiman. Uzunga qolmay go'zal markasidagi kirim buyumlari bozorga silinishi mumkin. U chaqda Xayrinza ocham teximi yashirib go'zallashib ketadi. Voy, rasmi singlim, amsi men tunji xaridoringiz bo'laman-jumu? Albatta acha, tunji xaridorim emas, vakolatchi qilsam qanday deysiz? Nima? Vakolatchi? Vakolatchi degan nim degan gap bo'lsinglim? Vakolatchi degan, siz mushu nahiyadagi go'zal markali kirim buyumlarining bosh setish nuqtasi bo'lasiz. Qolganlari sizdan elib sotadi. Ha, tushundim. Voy dadisi, qani gap qilingchi, go'zalay deganda qilsaq, necha yilga qolmayli mo'no mahalladagi elimiz segakning do'kondimi cho'ng do'konliq bo'lib, bolalarimizning keyingi o'qish ishlaridami xotirjam o'tirg'idakmiz. Shundaqmi dadisi? Xayrinsa ocham yelinganda qiyofatda Anvar akamning ko'zlariga talmirib qaradi. Albatta bo'ladi. Sen mushkullarda uyda bika o'tiramdim. Bish qilsam bo'ldi deb quloq mangamni yeb ketayotgandim. Mana qara, güzel ay aldığın loklu göçünü taşlap bir ay devatıdı. Soğuda adil bolsanglar, güzel ayga 100 kilaleyse. İtiz işlerini mo hazır maşinin işip gitti. Özem yalğız yetişip gitaleyme. Vaktim çıksa, men mo hu deyiş bir metexe. Emsi şundak bolsun. Ama biz demekçi boğan asasıq gepni deyişmey, özümüz soğudiga bop gettik qo'qoton. Voy dadisi, şunu dememla, singlim, biz asli sizga uyning oshquchini kelib belgilab kelgandik. Nima uyning oshquchi yo'acha? Mundaq ishda singlim, buvingiz bilan mo'mingizning uyi chiqilib, hukumat u uyning o'rniga 2 dom uy bergan. Shu uyning birisini sizga atab qo'yib qo'ygan. Mana bu oshquchi. Xayrinsa ocham shundaq degach, sumkasidan bir tiziq oshquchni elib, qo'limga tutqizdi. Yo'q acha, bu oshquch sizlarga taalluq. Ayni chaqda u uyni sizlarga qolsin degandim. Shunga bu oshquchni men olsam bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi-ki? Bu uyni bovingiz bilan mo'mingiz bir kesakdan qo'pirib chiqqan. Biz faqat ozroqli pul xajlab, buzilgan yerlarni yasib qo'ydik xolos. Shunga biz mahallalik cho'nglar bilan maslahatlashib, bu uyning birisini sizga qoldirishni o'ylashdik ukan. Yo'q Anvar aka, bu oshquchni men olsam bo'lmaydi. Yaxshi ko'nglingizni rahmat. Bo'lmasa mush uyni setib, Xayrinsa ochamga do'kondan birini elib bering. Shuningda gul-guliga kelgan bo'ladi, dedim men qo'limdagi oshquchni Anvar akamga tanglab. Singlim, jahillik qilmang. Bu ishga ma'quldang. Do'konning ishidan ansirmang. Dadamlarning uylariga atab bergan uymi turdi. Bir jinimizga necha qiz uyni nima qilamiz? Shuni sasaq do'konning ishi hal bo'ldi. Asosiy gap singlim. Ilyarning bo'ytaq yashaversin demaydigansiz. O sizni saqlab, boshqa ayol zotiga ko'zqirini sapbaqmidi. Bunisi mahalladagi hamma kishiga ayon. Uning bayonqi telefoniga xushalligidan men hammani tushundim. Sizlarning muhabbatinglar nurg'un sinoqlardan o'tgan haqiqiy muhabbat. Endi yana ishkiyinglar qarab turmay,
tömürni qiziqiri so'qib, baxtli turmushinglarni boshlashinglar kerak. Bu uy bizning sizlarga qilgan to'yliq so'g'itimiz bo'lsin. To'y sharobini qachon ichaman deb tomshirgan nabaq. Mana qarang, galdirim hozirlik qichiyotdi. Xayrinsa achingiz to'yda go'zal ayning yangisi bo'lgani kiyman deb sandiqning ostida saqlayotgan atlaslar ko'kirib ketmasin. Shu bu ishda bizning deganimizga ma'qul dang. Anvar akamning bu so'zlaridan xijilliqimda beshimni yerdan ko'tarmay, tirnoqlarimni tatalab turib, "Rahmat aka, Iliyarni tushunaman. U haqiqatan va'damiz bo'yicha bu mahallamizni o'zgartibdi. Ammo men texnicha chiqib beramadim. Shunga to'y ishini hozir o'ylashmaymikin? Yana kelib ikkimiz ishga yoqda." Gapimning oxiri tushmasdilla, Xayrinsa ocham so'zimni bo'libla, "Voy singlim, yana qachongacha o'ylashmaydigan to'ykan u. Bo'ldi endi sabab ko'rsatmang. Ikkinglar ishga yoqda bo'lsanglar nim bo'pti? Ilgari kishilar Urumchidan bu yerga bir kecha yo'li qo'nib, ondan keladi. Ammo hozircha hukumatimiz yo'llarimizni texmi ravon qilib, 6-7 soatda yetib keladigan bo'ldi. Faqat bo'lmasa, yo siz bu yerga qaytib kelasiz, yoki bo'lmasa, Iliyar Urumchiga bora. Sizlardek yoshlar na'dil bo'lsanglar guldek yashab ketalaysizlar." Xayrinsa acham bilan Anvar akam bir-biriga boqmasdan to'y ishi to'g'riliq og'ziga tegmay so'zlayotdi. Eshik chekilib, Iliyar bir munch kavob, non selingan yaltiroq xaltalarni ko'targan holda kirib keldi. Anvar akam Iliyarning qo'lidagi narsalarni olg'ach, uning do'lisidan shapaloqlab turib, "Dal vaqtida keldi ukam. Biz deydiganni deb bo'ldik. Endi gap sening go'zal ayni qanda ivash keltirishingni qoldi. Bizchi bo'lsa, atil to'yanglarni o'ynasak deydik. Ammo go'zal ay xon qiz Iliyarning beli chingmi, bo'shmi deb ishkilinib qolgandek turdi. Shunga qani o'g'avalliqni bizga bir ko'rsatmamsa, yapsam pishamo, ko'msam pishamo deydigan vaqtinglar ketdi. Gachchida bir gap qilinglar ukam. Buni kavoblarniga ep kelsan. Qayni buning zakazkisi? Maslahat joyini mushi bir natiza qavping bilan gelimizni ancha-muncha moylab to'ytay demsan. Akangni obdan miyman qilmasang, singlimni sana hergiz bermayman, juma. Bu degan qo'saqni ozroqla estalab turish uchun ep kelgan nasla aka. Maslahat joyini albatta cho'ng restoranga chaqirib, sizlarni to'yga o'ltag'izib, el qatori qilaman-da, dedi Iliyar menga bir qarab qo'yib, Anvar akamga javoban. Men ularning bu so'zlaridan hammani burundili planlab qo'ygandek his qilib, tushuniksiz hissiyatda Iliyarga qaradim. Iliyar maqsadimni tushundi bo'lg'ay. "Bo'ldi, go'zal ayni xijil qilmayli. Oldi bilan kavobni issiqir yangla. Daryo bo'yidagi oshxonaga borayli. Men tomoq buyurib qo'ygandim. Yig'in tugmay sal kechikib qoldim. Go'zal ay qani tatimang. Anvar akamlar ikkimizning to'yini qancha qitim qilib bo'ldi. O'ltasa qo'psizlar. Go'zal ay qaytib kelsa to'yanglarni undaq qilsak, mundaq qilsak deyishdi. Shunga men ko'nib ketdim degan bu gaplarga. Ha, aslida shundaqmidi? Men texi sizlarni boyatdan putishib olgan chig'i debdim-a. Iliyar to'g'ri deydi. Biz sizlarning balanglarni beqib cho'nqib bo'ldik texi. Xayrinsa achamning bu so'zidan xijilliqimda yerga kirib ketgidek bo'lib, qizirib ketdim. Iliyar meni bu xijilchilikdan qutqizib, "Bugun sizlarga yana bir xush xabarni aytay. Bayam yig'inda idoradim meni Urumchiga 2 yillik bilim oshirishga berishini uqtadi. 3 kungacha bu yerda xizmatlarimni o'tkazib, yo'lga chiqishga tayyorlik qilgan deydi." "Rasma Iliyar?" Uchimiz tangla o'ltirgan o'rnimizdan turib ketdik. Gerçi Iliyarning bayonqi so'zi shuncha aniq deyilgan bo'lsa-mu, ammo tuyuqsiz kelgan bu xo'shalliqlarga hech ishongim kelmay, Iliyarga taqatsizlikni talmiratdim. Shundoq men mushu kunlarni zarqib kutayotgani qancha zaman bo'lgan-a? Iliyarni yuragimning pinhon yeriga dafn qilyaptim deganlarimning hammasi faqat o'zimni aldash uchun deyilgan so'z ekanligiga Iliyarni bekatda uchratgan vaqtimda ishongan edim. Iliyar tamkinlik bilan beshini lingshitdi. Men uning chiroyidagi baxt jilvasidan bir kundala yashirib qolgandek his qildim. Aziz anglag'uvchilar, Mehriyaning Arsiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasi mana mushu yerda tamom. Sizlarning yoqtirib anglaganliklaringizga ham qimmatli taklif fikringlarni oyimay berganinglarga tashakkur.
Mehriye hem sizga teşekkür. Öz növbetida ham hamkorlashuvchi uchun Firdavsgimi va ovozliq kitob saloniga teşekkür. Xayr do'stlar, bundan keyin yana nodir mazmunlar orqali ovozliq kitob salonida sizlar bilan jam bo'lishga intizorman. Har dam xushvaqt va salomat bo'linglar azizlar. Xayr xo'sh.